Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana men aqllilik qilyapti demaysizlar. Menda shunaqangi xarakter. O'zimga ilingan narsani birodarlarimga ham ilinishni xohlayman. Yaxshi ko'rgan narsalarimni birodarimga ham ravo ko'rishni xohlayman. Aql ne'mati to'g'risida ozgincha tushuncha beraman. Hammada tushuncha bor, yetarli. Misol, menga ham kimdir gapirsa, haligi gapirgan odamning gapidan o'zimga kerakli joyini olib olaman-da. Men aqllilik qilmoqchi emasman, o'rgatmoqchi emasman hech kimga. Prosta yaxshilik ulashmoqchiman xolos. Shunday qabul qilinglar, birodarlarim, akalarim, ukalarim. Aql ne'mati Allohniki. Aql ne'matini Alloh xohlagan paytda oladi, xohlagan paytda qaytarib beradi. Ya'ni bu aql ne'mat Allohniki. Aql ne'matini shukrini har birimiz ado qilishimiz kerak. Aql ne'matni har minutda, har sekundda ishlatishni bilishimiz kerak. Bu aql ne'mati boshqa hech qaysi mavjudotga berilmagan, tirik jonga berilmagan, faqat insonga berilgan. Aql ne'matini ishlatib shukronasini bilishimiz kerak, qilishimiz kerak. Men aql ne'matini qisqacha ishlatishda ozgina tushuntirib o'taman. Aql ne'matini ishlatish, masalan, tafakkur bilan bo'ladi. Siz ertalab, ayniqsa erkak kishilarda ko'p bo'ladi. Bu aql ne'mati erkak kishi, ayol kishi, katta kichkina hamma birdek ishlatish kerak buni. Shukronasini bildirishimiz kerak Alloh taologa. Aql ne'matini ishlatish, ya'ni erkak kishi ko'chaga chiqdi ertalab, to kech uyga qaytgungagor ko'chada bo'ladi. Kelgandan keyin tafakkur qilish kerak. Bugun nima ish qildim? Kimga foydam tegdi, kimga zararim tegdi? Qancha savobim ko'p bo'ldi, qancha gunohim ko'p bo'ldi? Mana shu tafakkur aql ne'matini ishlatish bo'ladi. Masalan, deylik, siz shunaqangi tafakkur qilib, har kunlik kuningizni, har kuni hisob-kitob qilib yursangiz, albatta Alloh taolo sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizni ham inshaalloh meni ham. Bugungi suhbatimiz shunday. Aql ne'matini qadriga yetaylik. Bu Alloh bergan aql ne'mati juda ham, Alloh bergan har bir ne'mat noyob ne'mat hisoblanadi, lekin aql ne'mati juda ham ulug'. Chunki bu faqat insonga berilgan. Tafakkur qilaylik, do'stlar, birodarlar. Har kunlik savob foydamizni hisob-kitob qilaylik. Shunda go'zal bo'ladi hayotimiz, inshaalloh.